To'g'rigami? 151 million so'm hisobim chiquvdi ekan. Eng kam sopgan. Mana o'zingizlar oldinglarda hisoblab turgan to'sib qo'yanim. Chiqarib olay dedim aka. Aka men aytgan emas, siz aytgan emas. Hisobingiz ko'tarsa, ko'nglingiz ko'tarsa aka 150 million so'mga aka mashib o'zaylar siz eshigingizga yetib boradi aka. Nima deysan? Siz aytayotgan puldan 1 million so'm aziz saqilyapti aka. 1 million so'mga qaramay aka. Taqadigan bo'zak. Boradi aka. Qimmat topolmaydi 1 million. Inshaalloh kelaverasizlar, molsiz qaytmaysizlar. Ichida hammasi sifatlik. Manaqa muqul oyog'ini chiqarib turish, qarang, oyoq chiqarib turish. Qanaqa bu qarang. Bu jonivor, bu qarang. Shu joyga lahti bosib bo'ylar, akalar. Aka dastlabkasi inshaalloh O'zbekiston bo'ylab. Kelishgan holatda ketaveradi. Muammosi yo'q, kelishgan holatda mol olgan odamga yetkazib beramiz aka. Lekin bo'lmaydi. Akalar O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan birga ketaveradi inshaalloh. Namanganni qayerga edi? Namanganning 3 tumaniga. Gap yo'q. Akalar 8 ta olishdi mana inshaalloh. Bu qadar yaxshi ekanmi aka? Zo'r. Inshaalloh. Kam bo'lmaydi. Baraka topinglar. Akalar mana akamiz kelgan odamni mos qaytarmadi. Inshaalloh. Xudo xolasa maqsad sotishda buni. mollar yo'qsanglar inshaalloh akalar ish bitadi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor kanalining obunachilari. Akalar, hurmatli akalar, mana yaxshi kunda bugun Ramazon, hayit yaxshi insonlarga buyursin deb biz 20 bosh buqa chiqaryapmiz yosh ko'chat novvoslardan. Hurmatli akalar, Ramazon mana tugadi. Ramazonda nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlarga erishinglar. Hurmatli akalar, jumadan keyin yuklab qo'yapmiz videoni. Telefon qilib, savdolashib olaverasizlar. Like bosib turasizlar. Bugun qo'shaloq bayram, inshaalloh ish bitadi. Biz Andijon viloyati, Andijon tumani Domqishloqdamiz. Arzonchiga 20 bosh buqalar keldi. Ko'rdilaringiz, savdosini ham namanganlik akalarimiz 8 ta buqani ajratib savdo qilib olishdi. Ish bitadi. Inshaalloh kelaverasizlar, molsiz qaytmaysizlar. Ichida hammasi sifatlik. Manaqa muqul oyog'ini chiqarib turish, qarang, oyoq chiqarib turish. Qanaqa bu qarang. Bu jonivor, bu qarang. Shu joyga lahti bosib bo'ylar, akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Hayotbek aka. Ayyomlaringiz bilan. Rahmat, sizni ham. Sizmisiz? Qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat aka. Sizga ham, hammamizga. Aka, ko'chatlari keldi, ko'chatlari o'zi. Gap yo'q, qaranglar. Ko'chatlari keldi. Xudo xolasa aka. Hammaga yoqadigan Bir qo'la o'zagimiz bor, inshaalloh. inshaalloh. Bugun bu voyon kunlarda hayllarini, kamko'slarini o'tmaydigan joylarimizni aka hammamizga balogatli qiladigan holatda Xudo xolasa gaplashamiz aka. Inshaalloh. Haydi ham aka kamko'si ham bo'zaklari holatiga arziydigan darajada bo'ladi Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'rdingiz, savdingizni ham aka. Xudo xolasa Namangan akalardan xursand bo'lib ketishdi inshaalloh. Aka 20 bosh bo'zagimiz bor, Xudo xolasa aka. Bunimiz ichida aka rossiyskiy bo'zaklarimiz ham bor aka, Greenfordimiz bor aka. Rossiyskiy. Avlikol sharali bo'zagimiz bor aka. Mickey Mouse gibrid bo'zagimiz bor aka. Rossiya shved novvosimiz bor bitta yurtda aka. Tushunarli. Xudo xolasa aka Qirg'iziston Issiqko'lda bo'zaklari bor aka. Haqiqiy qani toza shved bo'zaklarimiz aka. Xudo xolasa kelishadi, ko'rishadi akalarimiz bilan ishlarimiz bitadi inshaalloh. Inshaalloh. Kelgan odam mos qaytmaydi ekan, akalar. Xudo xolasa aka. Yoshlari ham, ko'chatlari ham mana aka o'zaydi. Hayotbek aka, dastlabkasi qayergacha? Aka dastlabkasi inshaalloh O'zbekiston bo'ylab. Kelishgan holatda ketaveradi. Muammosi yo'q, kelishgan holatda mol olgan odamga yetkazib beramiz aka. Lekin bo'lmaydi. Akalar O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan birga ketaveradi inshaalloh. Bitta olib bo'lganiga ham Xudo xolasa optim bitta olsalaringiz ketdi mana dastavkasi ichida. Bo'zaklarimizni Xudo xolasa Nahnovolarga keladigan bo'lsak, Xo'p, shu 20 ta bo'zagimiz ichida aka ish puldan boshlanadi? 15 million 500 ming so'mdan boshlab aka bo'zagimiz. Bitta kichkintoyimiz bor. Mana shu 15 million 500. 15 million 500 ming so'mga chiqa oladi shu bo'zak. Akalar, Katta kamkosini ham qilamiz aka buni. magazin narxi emas. Xo'p, bir chiqardik. Xolasa bo'zaklarimizni ichidagi tanlab olaman deganiga aka Ichidan 20 million so'mga aka qolganini tanlab olsin. hurmatli obunachilar, ichidan tanlab olaman deganiga 20 million so'mdan albatta aka tanlab olsin demang, o'tib beraman deng. Hayotbek aka,
soniga qarab turib, haydini ham qilib beramiz. Berasiz inshaalloh. Ikkita oyog'inglarni aka, Xudo xolasa kamini ham qilib beramiz, gap so'z yo'q. Aka 20 million so'mga ham mana shu bo'zayni oladi. Deng. Alloh qarang aka. Biri 20, biri 20 ning ustidagi. Bu rossiyskiya bu. Rossiya bu aka. Shunaqa tuyolarni ko'ringlar mana. O'zi Xudo xolasa yaxshi bo'lsa. Qo'pol. Qo'pol bo'lsa. Hayotbek aka, endi bu yerda necha puldan chiqadi asli, misol, sredniylar. Aka 18 million so'mni plus minusida hozir bu yerda aka 10 tani tepasida. Даже 12 ta 13 ta molimizni hisob kitobi chiqadigan aka 18 million so'mni plusida. Plusida. 18 usti yurib qo'ysa bo'ldi. Yursa bo'ldi aka. 19 million so'mni pasida aka. Kattasi. Qo'yiq suyug'iga. Qo'yiq suyug'iga. Qo'yiq suyug'iga aka 18,5 million so'mdan aka Bir joyga barak beramiz aka. Keling. Yana haydani qilib beraman. Vodiy bo'ylab hayda bor aka. Voha bo'ylab aytgan joyga yetkazib beraman. To'g'risiga nima deymiz? To'g'riga. Yo'q, to'g'rining ustiga jinday yuradi aka. Bir joy bitta bo'shatishga. Bitta bo'shatishga. Bo'zaylarda biz aka Xudo xolasa shved bo'zaylari. Aslini aka qarang mana. Hayotbek aka. Bir joyda turib. Ulug' kunlarda aka. To'g'riga nima deng? Dastavkasi kelishasizlar O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab Vodiy bo'ylab kelishamiz. Vodiy bo'ylab aka 18 million 300 ming so'mdan bo'lsa yetkazib beraman. Alloh qarg'asin. Yana sunnat o'tib berasiz aka. Inshaalloh. Akalar, mana. Aka bitta aylantirib qo'ying, bitta ko'rishib olsin aka. Jonivorlar. Hurmatli obunachilar, bir joyga 20 tasini olaman deganiga 18 ustiga necha yurasizlar inshaalloh ish bitib ketadi. Sifatli molni bilasizlar. Aka shuni qancha chiqaradi shu? Bo'y bastimi? Yo'q, narxi. Aka buni 18 million so'm bo'lsa beramiz aytdim. Bo'y basti endi bir plus aka. Bir plus bir plus değil ya. 1.5 chiqadi. 1.5 demaylik. Lekin chiqadi bu 1.5 aka. Eng kattasi nima bo'lsa bu 1.20 chiqaradi deyman plusida. Endi sredniylari 1.10, 1.15. 1.10lik ko'p aka. 1.10 ko'p ekan. 1.10 ga ola olsin. Bo'y basti qanaqa degan, lekin mollar yo'g'on, qo'pol, endi sifatlik. Shu bizagimizdan Rossiya aka, shved. Mana ya. Telefon qilaverasizlar, mana akalarimiz ham turibdi. Aka 8 oldilaringiz a? Namanganning qaytiga edi? Namanganning 3 tumaniga. Gap yo'q. Akalar 8 ta olishdi mana inshaalloh. Bu qadar yaxshi ekanmi aka? Zo'r. Inshaalloh. Kam bo'lmaydi. Baraka topinglar. Akalar, mana akamiz kelgan odamni mos qaytarmadi. Inshaalloh. Xudo xolasa maqsad sotishda buni. mollar yo'qsanglar inshaalloh akalar ish bitadi. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda yaxshi insonlar bo'lsin.